Hammangizga salom. Sizlar bilan Dodox Entertainment. Bugun sizlar bilan Dodox Entertainmentning yangiliklari haqida gaplashamiz. Dodox Entertainment yaqinda 100 ta obunachidan oshdi. Bundan Dodox Entertainmentni tabriklaymiz. Biz jurnalist, dancer, vizual va video yasovchilarni qidiryapmiz. Yaqinda Redline guruhi 7 ta a'zo bo'lib debyut qildi. Dodox Entertainmentga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, birinchi Dodox Entertainmentga obuna bo'ling va keyin qaysi yo'nalish bo'yicha qo'shilmoqchi ekanligingizni yozib qoldiring. Hozirda Dodox Entertainmentda ko'plab kastinglar bo'lmoqda va Dodox Entertainmentda 3 ta guruh debyut qildi. Ko'pchilik fanlar biladiki, Ace Entertainment bilan Dodox Entertainment ko'p vaqtdan beri hamkorlik qilishmoqda va hamkorlik qilishgandan mamnun ekanligini ta'kidlab o'tishdi. Agar siz Dodox Entertainmentga vizual bo'lib qo'shilmoqchi bo'lsangiz, yuzingiz tiniq bo'lishi kerak va chiroyli videoga olishni bilishingiz kerak. Agar siz dancer bo'lib qo'shilmoqchi bo'lsangiz, raqsingiz energiyali bo'lishi kerak. Hozirchalik shular edi. Hammangizga xayr. Sizlar bilan Dodox Entertainment bo'ldi.